Xo'p, bo'ladi otajonim. Siz qo'yingiz qanaqa tushsa biz shunaqa qilib beramiz, otagina. Mana. Ustiga qanaqa go'sht qo'yib beradi, otagina? Qo'y go'shti, mol go'shti. Mol go'shti. Yumshoqroq joydan, a? Yog'sizroq bo'lsa. Mana yog'sizroq. Xo'p, bo'ladi otagina mana. Bo'ladimi sizmi? Mana 1,5 ta rosh. Bunga beshta. Olinglar. Kelasizlar, kelaverasizlar. Akajon, bering tog'ringizni. Qancha qilib beray, aka? 2 kilo soling-chi. Xo'p, bo'ladi. Bunga 2 kilo solib beraymi? Xo'p, bo'ladi. Kimga? Nechta? Keling tog'ajonim. Chetdiysizmi? Ustiga nima qo'yib beray? Go'sht qo'yib beringlar bo'ldi. Sizga nechta akajon? 35 minglik. Xo'p, bo'ladi akajonim. Osh bo'lsin. Nechta? Keling. Milliy mazali. Nechta? Ikkita. Mana, yozib beringlar. 80 ming. Nechta sizga? Akajon. Nechta? 3 ta dinli. Xo'p, bo'ladi akajon. 3 ta din. Ha? 50 ga chiqmadimi hali? 50 ga endi chiqadi akajonim, endi yetib kelyapmiz 50 ga qarab kelyapmiz.